Assalomu alaykum, hurmatli yoshlar. Surxondaryo viloyati Yoshlar ishlar boshqarmasi tomonidan 2025-yil 9 oy davomida kelib tushgan murojaatlar tahlilini e'tiboringizga havola etaman. Turli manbalar orqali jami 1703 ta murojaatlar ro'yxatga olingan. Murojaat manbalari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual va xalq qabulxonalaridan 1203 ta, Yoshlar ishlar boshqarmasi boshlig'i hamda tuman shahar bo'limi boshliqlarining sayyor qabullaridan 359 ta, Yoshlar portali Telegram bot orqali 97 ta, 27 ta jismoniy va yuridik shaxslarning og'zaki va yozma murojaatlari kelib tushgan bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlardan 17 ta murojaatlar kelib tushgan. Shuningdek, murojaatlarni sohalar kesimida tanishtirib o'taman. Yoshlar bandligini ta'minlash va ishga joylashish bo'yicha 27 ta, tadbirkorlik va imtiyozli kredit olish bo'yicha 256 ta, talabalarning to'lov kontrakt xarajatlari va o'qishini ko'chirishi bo'yicha 716 ta murojaatlar kelib tushgan. Muddatli harbiy xizmat to'lovlari bo'yicha 358 ta, uy-joy olish masalasida 51 ta, yoshlar yetakchilari faoliyati va yetakchilik lavozimiga ishga joylashish bo'yicha 69 ta va boshqa masalalarda 79 ta murojaatlarning ijro holati tahlil qilindi. Ro'yxatga olingan 1703 ta murojaatlardan ijobiy hal etilgani 904 ta, rad etilgani 298 ta. 185 tasi qanoatlantirilgan murojaat bo'lsa, huquqiy tushuntirish berilgan murojaatlar 273 ta. Tegishliligi bo'yicha boshqa tashkilotlarga yo'naltirilgan murojaatlar 43 tani tashkil etadi. Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash bo'limi tomonidan yoshlar murojaatlari har oy tahlil qilib borilmoqda. Murojaatlar bo'yicha ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.